O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A. Aqhun. Dozaq əhlinin yemək içməkləri, kiyimləri və körpüləri, şəkilləri və qabihliki. Allah Taala dozaq əhlinin tamaqı və içimlikini zikr qıldı. Bumi ular çekadigan azapның türleridendir. Dozaq əhlining ichimliklari. Undaqda bu ichimliklar qaysilar? Ularni ismlari bilan zikr qilishning foydasi nima? Ular bu ichimliklarni o'z ixtiyorligi bilan ichamdi. Bandaning bir narsani tafsili bilishi, bandaning o narsaga cho'nqur iymon etishiga turtki bo'ladi. Allah bizga dinimizni tafsili bayon qilib berdi va taqvodorlarning oladigan mukofotini, Allohning dinidan yuz o'rganlarning tortadigan azobini sifatlab berdi. Bularning qatoridan Allah bizga dozaq ahli ichadigan 4 xil ichimlikni zikr qildi. Ular tuvandikicha. Hamim. Bu dozaqning o'ti bilan qaynagan qaynoq suv bo'lib, buning bilan ularning ichki a'zolari qarib ketadi va uchaylari pari-pari qilinib, terilari iqib ketadi. Haq Taala aytadi: "Mundaq taqvodorlar dozaqda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylari pari-pari qilindiganlar bilan o'xshashmi?" Muhammad surasi 15-oyat. G'assaq. Bu qattiq soğuqliqidan ta'mini tetib beqishqimi taqat qilolmaydigan qattiq soğuq ichimlikdir. Haq Taala aytadi: "Bu köydürgüch qaynoq suv va g'assaqdir. Ular buni tetsin." Sad surasi 57-oyat. Qon yering, as-sadid. Bu kafirning go'shi va terisidan oqqan qon yeringdir. Haq Taala aytadi: "Uning oldida jahannam turdi. Jahannamda u yering aralash suv bilan sug'uriladi. Uning achchiqligidan uni yutumlab ichib taslikda yutadi. Ölüm onu qorishib oladi, lekin u hargiz o'lmaydi. Shuningdan keyin taqami qattiq azobga duchor bo'ladi." İbrahim surasi 16-17-oyatlar. Ma'dan eritmasiga o'xshash suv. Ma'ukal muhl. İbn Abbas radhiyallohu anhumadan muhl to'g'riliq so'ralganda, yog'ning dog'i kabi quyuq dog'dir degan. Alloh taolo aytadi: "Biz haqiqatan kafirlar uchun tutun pardalari ularni o'rvaldigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga ma'dan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib o'tadigan nihoyat qiziq dog' beriladi. Bu nima degan yomon sharob? Jahannam nima degan yomon joy?" Kahf surasi 29-oyat. Boshqa ichimliklar. Qur'onda dozaq ahli ichadigan boshqa turdagi ichimliklarning turlari zikr qilingan. Haq Taolo aytadi: "Bu haqiqatdir. Kafirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. O jahannamdir. Ular jahannamga kiradi. O nima degan yomon joy? Bu ko'ydirgichi qiziq suvdir, qon yeringdir. Ular buni tetsin. Yana ularga mushu xildagi boshqa turlik azoblar bor." Sad surasi 55-oyat. Demak, dozaq ahli bu ichimliklarni majburiy ichidi. Uningdan boshqa dozaq ahli majburiy ichadigan, Alloh bizga zikr qilmagan nurg'un ichimliklar bor. Dozaq ahli bu ichimliklarni majburlangan holda ichidi. Bu turli ichimliklarni dozaq ahli bir yutumdan majburiy ichidi. Uning ta'mining bak achchiq, purqining sesiq va bak qiziq bo'lganligi uchun yutolmay qolishga tas qoladi. Ichib bo'lgandan keyin uchaylarni pari-pari qilib o'tadi. Bu turdagi ko'ydirgich ichimliklarni ichsa nima uchun o'lmaydi? Allohning dargohida amalning qabul bo'lishining sharti musulmon bo'lishdir. Shuning uchun Alloh taolo aytadi: "Kimki islom dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir." Al-Imron surasi 85-oyat. Kafirni azob qo'rishvaradi. Bu azoblarning har qandaqidan keyin o'lim keladi, lekin u o'lmaydi, balki do'zaxda va azobda mangu qoladi. Buning bilan birga uning yana ilgirkidimi qattiq azob bor. Haroqkash yering ichida. Yamanning Jayshan degan yeridan bir odam kelib, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan o'zlarining zaminida ichadigan mizar deb ataladigan qo'noqdan yasaladigan bir ichimlik to'g'risida so'radi. O zot, "U mast qalamdi" degan edi, u shundoq dedi. O zot, "Mast qiladigan har qanday narsa haromdir. Haqiqatan Alloh mast qiladigan narsani ichgan odamni tinatul xabal bilan sug'urdiganligini ahd qildi." Ashablar: "Ey Rasululloh, tinatul xabal degan nima?" degan edi. O zot, "Dozaq ahlining tari yoki qon yeranglaridir" dedi. Allohdan bizni baxt saodat va avod o'ylarining ichida jannatning o'stanglari, asallari va sutlari bilan sug'urishini so'raymiz va bizni do'zaxdan va do'zaxning achchiq ichimliklaridan saqlashini so'raymiz. Amin. Haroq. Kimki dunyoda haroq ichsa, do'zaxda tinatul xabaldan ichadi.
Do'zax ahlining tamaqi. Do'zax ahli uchaylarni eritib o'tadigan qaynoq suv va qattiq sovuq suvlarni ichgandek o'tdan bo'lgan tamoqlarni yutadi. Undaqda bu qandoq tamoq? Bu tamoqni ular qandoq yeydi? Uning ismi nima? Do'zax ahli varqiraydi va azoblanadi, yig'laydi va yordam tilaydi. Och va ussiz qoladi, lekin ularga ularning hasrati va azobini texmi ziyoda qiladigan narsa bilan yordam beriladi. Birinchi, dariya. Bu tikanning bir turi bo'lib, bak achchiq bo'lganlikdan uni hayvonlarmi yemaydi. Haq taolo aytadi. Ular uchun zaridin, ya'ni badbo'y achchiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zari kishilarni samiritmaydi, ochliqni pasaytmaydi. G'oshiya surasi 6-7 oyatlar. Ular tamoq talab qilsa, ularga zari' keltirildi. Bu badbo'y achchiq tikanga o'xshash bir o'simlik bo'lib, ochliqni pasaytirmaydi va kishini samiritmaydi. Alloh taolo bizga bu zari'ni hech qanday yaxshilik va foydasi yo'q. U kishini samiritmaydi va ochliqni pasaytirmaydi deb tunishtirdi. Ikkinchisi g'islin. Bu ularning go'shtlaridan oqqan qon yerongdir. Alloh taolo aytadi: "Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib o'tadigan do'st yo'qdir. Uningga yerongdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi." Al-Imron surasi 35-oyatdan 37-oyatlargacha. Kafir qiyomat kuni o'zini Allohning azobidan qutuldiradigan urug' tuqqan va do'stini topolmaydi. U kunda har bir inson o'zining ahvoli bilan bo'ladi. Kafir do'zaxda o'ziga do'zax ahlining terilaridan oqqan qon yerondan boshqa tamoq topolmaydi. Do'zax ahli dunyoda haromni yeganiga o'xshash do'zaxda bu achchiq tamoqlarni yeydi. Haq taolo aytadi: "Shubhisizki, bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkanlar va ko'ydirguchi do'zax bor. Zaqqum zariddan iborat galdan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor." Muzammil surasi 12-13 oyatlar. Bu oyat tilga ilingan galdan o'tmaydigan tamoq bo'lsa, eg'izlarni yarlandiradi va galdan ya o'tmaydi ya chiqmay turib qoladi. Bu azob ularni xar qilish uchun put-qo'llariga silingan ishkanlar bilan birga bo'ladi. Uchinchisi zaqqum. Bu do'zaxning tagidan o'nib chiqadigan badbo'y bir daraxtning mevasi bo'lib, bu daraxtning mevasi bak achchiqdir. Do'zax ahli buni majburiy yeydi. Do'zax ahli buni yesa, uningdan hech qanday lazzat topolmaydi va badallari manfaat ololmaydi. Bu faqat ular azoblanadigan azobdir. Alloh taolo aytadi: "Zaqqum daraxti haqiqatan gunohkorlarning tamoqidir. U eritilgan mistak qizziqdir. U qo'rsaqlarda qaynoq suvda qaynaydi. Do'zaxga muakkal farishtalarga uni tutib so'rab do'zaxning o'ttirisiga olib beringlar. Andan uning beshiga qaynoq suv qo'yib azoblanglar" deyiladi. Uningga xarlash va masxara qilish yusidan bu azobni tadigan. Sen haqiqatan izzatli ulug' zot eding. Bu azob haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsadir deyiladi. Duqan surasi 43-oyatdan 50-oyatlargacha. Alloh taolo dunyoda azg'unlarga tahdid qilib, "Andan sizlar qayta tirildirishni inkor qilguvchi gumrohlar, cho'qim zaqqum daraxidan yeysizlar" degan. Duqan surasi 51-52-oyatlar. Ya'ni hidoyatdan chatnab ketgan azg'unlar o'lgandan keyin qayta tirildirishni va Allohning amallaridan hisob oldiganligini yolg'onga chiqarguvchilar. Sizlar qiyomat kuni do'zaxning qa'ridan o'nib chiqqan zaqqum daraxidan yeysizlar. Haq taolo aytadi: "Shubhisizki, u jahannamning qa'rida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz u mevalardan yeydi. Uning bilan qo'rsaqlarni to'yg'izadi." Saffat surasi 64-oyatdan 66-oyatlargacha. Bu daraxtning mevasining ko'rinishi bak sat bo'lganligi uchun shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. İnsanlar shaytonlarning boshlarini ko'rmagan tursa, Alloh taolo nima uchun zaqqum daraxining mevalarini shaytonlarning boshlariga o'xshatdi? İnsanlar shaytonlarning ko'rinishining yerginishlik, boshlarining qabih va yuzlarining bak sat ekanligini tasavvur qilishadi. Shuning uchun Alloh taolo zaqqum daraxini shaytonlarning boshlariga o'xshatish orqali bu daraxtning ismini anglag'uvchilarga uni qabih ko'rsatishni iroda qilgandir. Zaqqum daraxining yerginishlik ekanligi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu daraxtning yerginishlik ekanligini tasvirlab berdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar" degan oyatni tilovat qilib bo'lib, "Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, zaqqum daraxining bir tomchisi zaminning dengizlariga timib ketsa, albatta bulg'unib ketgan bo'ladi" dedi. Yana bir rivoyatda butun dunyo ahliga ularning turmushini ostin-ustin qilayotgan bo'ladi. Undaqda bu daraxt yemiki bo'lgan kishining holi qandoq bo'lar deb kelgan. Allohdan bizga jannatni, uning mevalarini, ne'matlarini
va qushlarni ato qilishini so'raymiz. Shundaqla bizni do'zaxdan va uningdagi achchiq daraxtdan, qattiq haroratli qaynoq suvlardan saqlashini so'raymiz. Hal. Do'zax ahli yeydi va ichidi, lekin u nima degan yomon tamoq va yomon ichimlik? Do'zax ahlining kiyimlari va ko'rpilari. Do'zax ahli kiyim kiydi, yeydi, ichidi va ularning ko'rpi yotqanlari bo'ladi. Lekin ularning kiyimi, yeydig'ini, ichidig'ini va ko'rpilari o'tdan bo'ladi. Bumi ularga azobdir. Undaqda bu kiyimning turi nima? Ular uni qandoq kiydi? Ularning ko'rpi yotqanlari qandoq bo'ladi? Haq Taala xabar berdiki, do'zax ahli uchun o'tdan zibuzannatlar bo'ladi. Ularning ostidami o't, ustidami o't bo'ladi. Alloh Taala aytdiki, kofirlarga o'tdan kiyimlar pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Haj surasi 19-oyat. Kiyimlar ularning badallariga qarta pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Bu qaynoq suv ularning yuzlari va badallarini kuydirib, uchaylarini eritib etadi. Ularning kiyimlari faraqli bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni quyosh insonlarga 1 mil miqdorcha yaqinlashtiriladi. İnsanlar qilgan amallariga qarab tarlaydi. Ba'zilar o'shqog'icha, ba'zilar tizig'icha, ba'zilar biligicha, yana ba'zilar og'zig'icha tarlaydi degan. Yana deganki, ummatimda 4 turlik jahiliyat qoldig'i bor bo'lib, ular bu ishlarni tashlay olmaydi. Ular o'z nasabidan faxrlanish, boshqalarning nasablarini qaralash, yulduzlardan yomg'ir tilash va meyitga varqirab yig'izar qilish. Agar varqirab yig'izar qilgan ayol o'lishdan ilgari tavba qilmasa, qiyomat kuni u qarimaydan kiyim kiygan va badanni qichqoq qilib etadigan yepincha artgan holda o'rnidan turdi. Do'zax ahlining yotgan ko'rpillari. Do'zax ahlining ostidami o't, ustidami o't bo'ladi. Alloh Taala do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqanimi o'tdan bo'ladi. Zalimlarga mushundaq jazo beramiz degan. A'rof surasi 41-oyat. Ya'ni ular o'tni ko'rib qoladi va o'tdan bo'lgan yotqanlarni yepinadi. Ey Parvardigorimiz Alloh Taala, bizga rahmating bilan rahmat qilgin. Alloh Taala yana ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't urib oladi degan. Zumar surasi 16-oyat. Ya'ni do'zax ahlining ustida soylarda qatma-qat o't, ostidami qatma-qat o't bo'ladi. Bu o't ularni har tarafdan qorshaydi. Qiyomat kunidagi kofirlarning ahvoli so'zlangan qissalar. Parvardigorimiz Allah insonlarni qiyomat kunidan qo'rqitish, bu orqali aqllarning ibrat olib, kufrdan va gunoh ma'siyatlardan yenishlari va Allohga itoat qilishlari uchun qiyomat kunidagi kofirlarning ahvolini so'zlab berdi. Allohdan bizga marhamat qilishini va bizni g'azabidan, azobidan saqlashini so'raymiz. Amin. Haqiqat. Bandalarning dunyodagi amallari ularning oxiratdagi jazo va mukofotiga ta'sir ko'rsatadigan bo'lg'achqa, meyitga varqarab yig'izar qilgan ayol o'tdan kiyim kiydi. Do'zax ahlining shakllari va qabihligi haqida. Do'zax ahlining shakllari qabih bo'ladi, ko'rinishlari qap-qora bo'ladi. U qap-qora pushaymon qilgan yuzlardir, kuyib ketgan terilardir va zoya bo'lib ketgan amallardir. Undaqda ularning do'zaxdagi shakllari qandoq bo'ladi? Bu shakllarning hajmida o'zgarish bo'lamdi. Buningdagi hikmat nima? Do'zax ahli dunyodagi vaqtida yolg'on aytganliklari, Allohning dinidan yuz o'rganliklari, qarshi chiqqanliklari, sherik keltirganliklari, anbiyalarni yolg'onga chiqarganliklari va kitoblarga kufrlik qilganliklari uchun azoblanishga loyiq bo'lganlardir. Do'zaxiylarning shakllari. Ular do'zaxga bak qo'rqinchli suratga kiradigan bo'lib, uni faqat shuni yaratgan zot Alloh taololar bilalaydi. Ularning azobining taximi bak ziyoda bo'lib, terilarining bak kuyishi uchun badallari bak yo'g'inab ketadi. Abu Nabiy sallallohu alayhi vasallam kofirning ikki mo'risining orasi tiz mangan yo'lovchi bosadigan 3 kunlik musofada tur degan. Yana kofirning iziq tishi yoki qo'ziq tishi Uhud tog'idak, terisining qalinligi 3 kunlik musofada tur degan. Yana haqiqatan kofirning terisining qalinligi 42 gaz, iziq tishi Uhud tog'idak. Uning do'zaxdagi o'ltirdigan joyi Makka bilan Madinaning oraliqida degan. Ularning ranglari qap-qora bo'ladi. Ko'ydirishi ularga bu qarilikni texmi ziyoda qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning ularning yuzlarini o't ko'ydirdi. Kalpuklari qo'rilib, tishlari ichilib, bachchiray bo'lib qoladi degan so'z haqida o't uni kavob qilib etadi. Shuning bilan uning ustunki kalpuki qo'rilib, beshining yermig'icha kelib qoladi. Ostinqi kalpuki sangilab kindigicha tushidi degan. Demak, mu'min bu azobning qattiqligini bilsa, bu bilish uni Allohga itoat qilishga va Allohga asi bo'ladigan ishlardan yiroq bo'lishga ilib boradi.
Parvardigorining azobi cho'qim bo'lg'uchidir. U azobni daf qilg'uchi yo'qdir. Pushaymon. Do'zaxiylar ko'rinishlarining qabihligidan hasrati eg'irlaydi. Ular bir-biriga qarash bilan texmi ziyoda azoblanadi. Azobning boshqa turlari. Alloh taolaning insonlarga rahmat qilganligi, ularga hujjat turg'izganligi va o'zir aytquchilardan o'zlarini o'zgarligining jumlasidan Alloh taolo ularga azobning turlarini va ne'matning turlarini tafsiliy bayon qilib berdi. Ularni jannatga qiziqtirdi va do'zaxdan ogohlantirdi. Parvardigorimiz Allohning rahmati g'azabining oldiga o'tib ketgan. Afu qilishi, azoblashiga g'olib kelgan bo'lsa-mu, yana Allohning azobi qattiqdir. Bandalarni qo'rqitish va ogohlantirish uchun ularga azobning turlarini tafsiliy bayon qilib berganligi buning jumlasidandir. Undaqda do'zaxdagi azobning turlari qaysilar? Uning turlarining tafsiliy bayon qilinishidagi hikmat nima? Do'zax ahlining bu azob bilan ahvoli qandoq bo'ladi? Do'zaxda azoblanganlar uchun o'tni ko'ydiganligidan boshqa yana turli azoblar bo'ladi. Alloh buni kitobida bayon qilib berdi. Buning jumlasidan birinchi temir bulg'ular bilan urush. Alloh taolo aytadi: Kafirlarga o'tdan kiyimlar pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Uning bilan ularning ich bag'ri va terilari eritiladi. Ular temir to'qmoqlar bilan uriladi. Haj surasi 19-oyatdan 21-oyatlargacha. Demak, kafirlar qamchilar bilan va qizitilgan temirdan bo'lgan bulg'ular bilan uriladi. Ularning a'zolari kukum talqon bo'lib ketadi. Andan yana asliga qaytariladi, yana uriladi. Ikkinchi, ularning terilari pishib tugagan chaqda boshqasiga almashtiriladi. Do'zax do'zaxiylarning terilarini ko'ydirdi. Teri kuyukning alamini his qiladigan o'rin bo'lganligi uchun ularning davomli azoblanib turishini ko'zlab, Alloh ularning kuyib ketgan terilarining o'rniga boshqa terilarni almashtirdi. Alloh taolo aytadi: Shubhasizki, bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangichlaymiz. Alloh taolo haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Nisa surasi 56-oyat. Bu oyat Qur'ondagi ilmiy mo'jizalarning qatoridan sanaldi. Yangi zamon ilm-fan shuni isbotladiki, teri nurg'un sezgu nervlarni o'z ichiga olganlik uchun birdan-bir og'riqni his qiladigan a'zodir. Agar teri 3-darajada yoki uningdan ustun darajada kuyib ketsa, sezgur nervlar buzg'unchilikka uchrab, vazifasi to'xtab qoladi. Mana bu Qur'on Karim terining pishib tugab ketishi degan haqiqatdir. Undaqda teri pishib tugab ketsa, davomli azoblashning foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun pishib tugab ketgan terining o'rniga boshqa saq terini almashtirish lozim bo'ladi. Uchinchi, ularni bog'lash. Alloh taolo aytadi: Shubhasizki, bizning dargohimizda ularga ig'ir ishkanlar va ko'ydirguchi do'zax bor. Zaqqum zaritdan iborat galdan o'tmaydigan tamoq va qattiq azob bor. Muzammil surasi 12-13-oyatlar. Ya'ni bizning dargohimizda ashu kafirlarga ularni xar qilish uchun putlarga silinadigan ig'ir ishkanlar bor va ko'ydirguchi do'zax bor. Alloh taolo aytadi: O chaqda, ya'ni do'zaxga kirganda ularning bu yo'llarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kiriladi, andin o't ko'ydiriladi. G'ofir surasi 71-72-oyatlar. 4. Do'zaxda so'rash. Alamlik azobning turlaridan yana kafirlarni do'zaxda yuzlarcha so'rash bor. Alloh taolo aytadi: Gunohkorlar haqiqatan dunyoda gumrohlikdadir, oxiratda do'zaxdadir. Ular do'zaxda dum yotqizilib so'riladigan kunda ularga do'zaxning azobini tatinglar deyiladi. Qamar surasi 47-48-oyatlar. Ularning do'zaxda putqonlar ishkanlarga bog'lanib so'ralgan vaqtda dard alamlari taxmi ziyoda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: Alloh taolaning oyatlari ustida janjallashayotganlarni ko'rmadingmi? Ular qandaqmi hidoyatdan gumrohlikka burilib ketadi? Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Payg'ambarlarimizga biz nozil qilgan mo'jizalarni inkor qildi. Ular uzoqqa qolmay inkor qilganliklarining oqibatini biladi. O chaqda, ya'ni do'zaxga kirganda ularning bu yo'llarida taqoqlar va zanjirlar bo'ladi. Ular qaynoq suvga so'rab kiriladi. Andan o't ko'ydiriladi. G'ofir surasi 69-oyatdan 72-oyatlargacha. 5. Qaynoq suv bilan eritish. Azobdan turlaridan yana ularning boshlariga qattiq haroratli qaynoq suv qo'yiladi. Qaynoq suv qattiq haroratli bo'lganlik uchun ularning ich bag'irlari erib ketadi. Alloh taolo aytadi: Kafirlarga o'tdan kiyimlar pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv qo'yiladi. Uning bilan ularning ich bag'ri va terilari eritiladi. Haj surasi 19-20-oyatlar. 6. O'tning harorati bilan yuzlarning ko'yishi.
İnsanның eng hurmatli a'zosi uning yuzidir. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqalarning yuziga urishdan to'sgan. Oxiratda do'zax ahlining qattiq xor bo'lishi uchun o'tning tapiti eng avval ularning yuzlarini ko'ydirdi. Haq taolo aytadi: ularning yuzlarini o't ko'ydirdi. Kalpuklari qo'rilib, tishlari ejilib, bachchiray bo'lib qoladi. Mo'minun surasi 104-oyat. Shundaq, o't ularning yuzlarini ko'ydirib pishirib etadi. Kalpuklari qo'rilib, chiroylari o'zgarib ketadi va yuzicha do'zaxga tashlanadi. Alloh taolo yana aytadi: yomon ish qilganlar do'zaxga yuzi bilan tashlanadi. Sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolansizlar. Naml surasi 90-oyat. Ularning ko'ngligi qarmaydan bo'ladi. O't ularning yuzlarini urib oladi. İbrahim surasi 50-oyat. Qiyomat kuni qattiq azobni yuzi bilan mudofaa qiladigan odam azobga duchor bo'lmaydigan odam bilan o'xshashmi? Zolimlarga, ya'ni kofirlarga qilgan gunohinglarning jazosini tetinglar deyiladi. Zumar surasi 24-oyat. Ular buning bilan birga yana qiyomat kuni qarg'u, gaz va gacha holatda hashr qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: qiyomat kuni ularni dum yatqizib so'rilgan ko'r, gacha, gaz holda yig'amiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni texmi yalqinjitimiz. Isro surasi 97-oyat. 7. Do'zax ahli do'zaxning eng ustiga chiqadi va tushadi. Do'zax ahli jahannamda o'tdan bo'lgan tog'ning ustiga chiqishga zo'rlandi. Andin ustidan do'zaxning eng ostiga tushadi. Bu azobning turlaridan biridir. Alloh taolo aytadi: uningga qattiq azobni tetitaman. Muzammil surasi 17-oyat. 8. Yuzlar qariyib ketadi. Alloh taolo oxiratda do'zax ahlining yuzlarini qora qilib etadi. Haq taolo aytadi: shu kunda, ya'ni qiyomat kunda ba'zi yuzlar, ya'ni mu'minlarning yuzlari oqaradi. Ba'zi yuzlar, ya'ni kofirlarning yuzlari qariydi. Yuzi qarayganlarga farishtalar aytadiki: iymon aytganinglardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofir bo'lganliklaringlar uchun azobni tetinglar. Al-Imron surasi 106-oyat. Bu qarilik xuddi ularning yuzlariga kechining qorong'ulik tushganda qop-qora bo'lib ketishdir. Haq taolo aytadi: dunyoda yomon ishlarni qilguvchilar bir yomonlikni qilsa qilgan yomonligiga o'xshash, ya'ni shunga loyiq jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiruvchi zodi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining parchasi bilan o'ralganda qariyib ketadi. Ular ahli do'zax bo'lib, do'zaxda mangu qolguvchilardir. Yunus surasi 27-oyat. 9. Do'zax kofirlarni qo'rshaydi. Ya'ni o't ularni ustidan va ostidan qo'rshaydi. Haq taolo aytadi: u kunda azob ularni ustilaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Alloh ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Ankabut surasi 55-oyat. Ya'ni azob ularni ustilaridan, putlarining ostilaridan, o'ng va so'l taraflaridan qo'rshaydi. Ularni ayblash uchun sizlarni bu holatga yetkazgan qilmishinglarning jazosini tetinglar deyiladi. Alloh taolo yana bir oyatda aytadi: ularni ustidanmi qatma-qat o't, ostidanmi qatma-qat o't urib oladi. Shu qattiq azob bilan Alloh bandalarni qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. Zumar surasi 16-oyat. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhasizki, jahannam qiyomat kuni kofirlarni qo'rshab turg'uchidir. Ankabut surasi 54-oyat. 10. O't tamlar. Do'zaxning o't tamlari bo'lib, kofirlar uningdan chiqib ketolmaydi. Alloh taolo aytadi: biz haqiqatan kofirlar uchun tutun pardillari ularni o'rib oladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga ma'dan eritmasiga o'xshash yuzlarini ko'ydirib etadigan nihoyat qiziq suv beriladi. Bu nima degan yomon sharob, jahannam nima degan yomon joy? Kahf surasi 29-oyat. 11. O't yuraklarga yetib boradi. Do'zax ahlining badallari do'zaxda bak yo'g'inab ketadi. Shundaq bo'lsa-mu, o't ularning badallarining hamma joylariga kiradi, hatto yuraklariga yetib boradi. Alloh taolo aytadi: hargiz undaq emas. U cho'qim hutamaga tashlanadi. Hutamaning nimaligini qandoq bilalaysan? U Allohning yondirgan o'tidirki, uning alimi yuraklariga yetib boradi. Humaza surasi 4-oyatdan 7-oyatlargacha. Uni men saqarga, ya'ni do'zaxga solaman. Saqarning nimaligini qandoq bilalaysan? U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi, balki ko'ydirib tashlaydi. U cho'nlig'idan insonlarning ko'zlariga yiroq musofalardan ko'rinib turdi. Muddassir surasi 26-oyatdan 29-oyatlargacha. U hech narsani qoldirmaydi, qo'ymaydi,
o't insonning ustixonini, go'shini va yelikini ko'ydirdi deganlikdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam buningga bir oz ishorat qilib aytadi. Kimki o'zini tog'dan tashlab o'lib oladi ekan, u jahannam o'tididir. Uningga mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi bo'lib, ta abadgacha tashlanadi. Kimki zahar o'tlab o'lib olgan bo'lsa, zahari qo'lida bo'ladi. Uni jahannam o'tida mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi bo'lib, ta abadgacha o'tlaydi. Kimki o'ziga tig' tiqib o'zini o'ldiradi ekan, tig'i qo'lida bo'ladi. U tig' jahannam o'tida mangu qolg'uchi, mangu qoldirilg'uchi bo'lib, ta abadgacha uningga tiqiladi. 12. Ularning hasrat nadomati. Kafirlar do'zaxni ko'rgan chaqda qilmishlariga qattiq pushaymon qiladi. Lekin bu pushaymonning foydasi bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: Agar har bir zulm qilgan odam, ya'ni kafir, yer yuzidagi hamma narsaga malik bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yoshirin tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida adillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Yunus surasi 54-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, kafir qiyomat kuni keltirilib uningga aytib baqa. Agar butun zamonga liq keladigan oltining bo'lgan bo'lsa, uni to'lab azobdan xalos bo'lishni xohlamding deyilsa, u ha deydi. Shuning bilan uningga sendan buningdanmi asini talab qilingan edi deyiladi. Ya'ni sendan Allohga iymon aytish va Allohga hech narsani sherik keltirmaslik talab qilingan edi. Bu sana bek oson edi. Lekin sen yolg'onga chiqarding va yuz o'rding. Shuning uchun bugun sendan fidya qabul qilinmaydi. 13. Do'zaxda uchaylarning so'rililishi. Bu badaniyat riyokorning jazosi bo'lib, u riyokorligi bilan boshqalarni yaxshilikqa buyuradigan, lekin o'zi qilmaydigan, boshqalarni yomon ishlardan to'sadigan, lekin o'zi qiladigan beparvo odamdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, qiyomat kuni bir odam elib kelinib do'zaxga tashlanib, uningda uchaylari ichidan etilib chiqadi. U yarg'onchoqqa qatqan eshakdek cho'rgilaydi. Ahli do'zax uni cho'ridab: "Ey palani, dunyoda sen bizni yaxshi ishga buyurib, bizni yomon ishdan to'savadatding'o, sana nima bo'ldi?" deb so'rasa, u: "Men sizlarni yaxshi ishga buyurib turib, uni o'zim qilmaydim. Sizlarni yomon ishdan to'satdim, ammo o'zim qilatdim" deydi. Yana men Amr ibn Amir ibn Luhay al-Xuzoiyning do'zaxda uchini so'rab yurganligini ko'rdim. U soibalarni butlarga atab qo'yib bergan tunji kishi edi degan. Soiba butlarga yaqinlashish uchun hayvonning ishlatilmay, yuk ortilmay va o'zi xohlagan joyga bora oladigan qilib o'z mayliga qo'yib berilishini ko'rsatdi. Amr ibn Luhay bu shirik bid'atni paydo qilgan tunji kishi bo'lib, insonlar u paydo qilgan bu bid'atga ergashgan edi. 14. İbadat qilingan butlar ibodat qilg'uvchilarga yaqin qilinadi. Kafirlar va mushriklar Allohni qo'yib ibodat qilgan ilohlarni ulug'lagan va qo'g'digan edi va bu yo'lda jonlarini, mollarini qurbon qilgan edi. Shundaqla ilohlarni manfaat yetkazalaydi va zarar yetkazalaydi deb e'tiqod qilgan edi. Qiyomat kunida Alloh ularni xar qilish uchun ularning hamma ilohlarni do'zaxga tashlaydi. U ilohlar o'zlarini azobdan qutqizolmaydigan tursa, uningga ibodat qilganlarni qanday qutqizalaydi? Haq Taala aytadi: "Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'u bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan butlar ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qilguvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi." Anbiya surasi 98-99-oyatlar. Shundaq, ibodat qilguvchi ibodat qilgan ilohini do'zaxda ko'radi. İnsan o'zining azoblanishiga sababchi bo'lgan narsa bilan do'zaxda billa bo'lsa, uning dard hasrati texmi ziyoda bo'ladi. 15. Ularning varqarashlari va duolari. Do'zaxda do'zax ahli qattiq varqaraydi va do'zaxdan chiqarishini umid qilib, Parvardigoriga duo qiladi. Haq Taala aytadi: "Ular do'zaxda Parvardigorimiz, bizni chiqarvatsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak" deb yalvorib to'laydi. Alloh aytadi: "Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaznasat oladigan odam, vaznasat ololog'idek vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni nabiy keldi-g'o. Endi azobni tetinglar. Zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q." Fatir surasi 37-oyat. Subhanalloh. Sizlar butlarga ibodat qilib, anbiyalarni yolg'onga chiqargan vaqtinglarda bu yig'inlar nada qolgan edi? Sizlar zina qilgan va aroq ichgan vaqtinglarda bu yig'inlar nada qolgan edi? Sizlar haromni yegan, ota-onalarni qaqshatgan vaqtinglarda bu yig'inlar nada qolgan edi?
16. Ularning e'tiroflari. Ular azobni aynan ko'rgan chaqda o'zlarining ezib ketganliklari va kofir bo'lganliklarini e'tirof qiladi. Haq Taala aytadi. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik deydi. Ular gunohini tunaydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Mulk surasi 10-11 oyat. Ular aytadi: Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz, bizni do'zaxdan chiqargan, andin dunyoga qaytargan. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Mo'minun surasi 106-107 oyat. Lekin ularning duosi hargizmi ijobat qilinmaydi va ularga Alloh aytadi: Jahannamda har holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar, deyiladi. Mo'minun surasi 108 oyat. 17. Ular do'zaxga muakkal farishtalardan rahim qilishni talab qiladi. Do'zax ahli Allohning o'zlarining duosini ijobat qilishidan umidsizlangandan keyin do'zaxga muakkal farishtalarga nido qilishga boshlaydi. Ulardan Allohning azobini yengillatish uchun shafoatchi bo'lishini talab qiladi. Alloh taolo aytadi: Do'zaxdagilar do'zaxga muakkal farishtalarga sizlar Parvardigoringlarga duo qilinglar. U bizdan bir kunlik azobni yengillatish ekan deydi. Ular, ya'ni do'zaxga muakkal farishtalar, payg'ambarlar sizlarga ro'shan mo'jizalarni elib kelmaganmidi deydi. Ular, ya'ni kuffarlar, ha, elib kelgan edi deydi. Ular, ya'ni farishtalar, sizlar duo qilinglar, lekin kofirlarning duosi foydasizdir deydi. G'ofir surasi 49-50 oyatlar. 18. Ular o'limni tilaydi. Ular o'zlaridan azobning yengillashidan umidini uzgandan keyin aram tepish uchun o'limni tilaydi. Alloh taolo aytadi: Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxga muakkal farishtaga: Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin deb to'laydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Zuhruf surasi 77 oyat. Ularga: Do'zaxga kiringlar, azobga mayli sabr qilinglar, mayli sabr qilmanglar, baribir sizlarga o'xshash. Chunki sizlar do'zaxda mangu qolasizlar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar, deyiladi. Tur surasi 16 oyat. 19. Ular harakat qilolmaydigan tar bir o'ringa tashlanadi. Alloh taolo do'zax haqida aytadi. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular do'zaxning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangiragan ovozini anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tar yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. Furqon surasi 12-oyatdan 14-oyatlargacha. Ya'ni ular do'zaxning tar bir yeriga qo'llari bo'yinlariga ishkanlar bilan bog'langan holda tashlangan chaqda azobdan qutulishi uchun o'limni tilab to'laydi. Ularga ularni ayblab va kayagan holda sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar. Sizlar hargizmi azobdan qutuladigan joyni topolmaysizlar deyiladi. 20. Ularning yig'i nola faryodlari. Haq Taolo aytadi: Badbaxtlarga kelsak, ular do'zaxga kirdi. Ular do'zaxda eshak hangragandek tovlab nola faryod chekidi. Hud surasi 106-oyat. Nasihat. Yerim xurma chaliq narsa bilan bo'lsa-mu do'zaxdan saqlaninglar. Ayollar jannat ahliningmi, do'zax ahliningmi ko'pchiligidir. Hadislar shunga dalolat qildiki, ayollar jannatda erlardan ko'p bo'lganidek, do'zaxdami erlardan ko'pdir. Undaqda bu qandoqsiga shundoq bo'ladi? Buning dalili nima? Buningdagi hikmat nima? Alloh taolo erlar bilan ayollarning orasini hamma taraflarda barobar qildi. Faqat erlik va ayollik tabiati bu ikki jinsning orasini farqlantirishini taqozo qiladigan az bir qism taraflarda barobar qilmadi. Erlar bilan ayollarning orasidagi o'rtaq taraflar u ikki jinsning orasidagi o'rtaq bo'lmagan taraflardan ko'prakdir. Bularning har ikkilisiga 5 vaqt namoz o'qish, Ramazon oyida ro'za tutish, mollardan zakot berish va haramga berib haj qilish farz bo'ladi. Va yana bularning har ikkilisiga zina qilish, yolg'on gap qilish va aroq ichish harom bo'ladi. Alloh taolo yana mu'min er va mu'min ayollarga jannatlarga kirgizganligini va'da qildi. Jannatda erlar ko'pmi yoki ayollarmi? Ashablar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning huzurida bu haqda munozara qilishgan edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dedi: Abul Qasim sallallohu alayhi va sallam aytmaganmi? Jannatga kiradigan tunji jamoatning surati oy to'lgan kechisidagi to'lin oyning suratida bo'ladi. Ular jannatda tukurishmaydi, mish qilishmaydi va ta'rif qilishmaydi. Jannatda ularning qochisi oltindan, tag'oqlari oltin bilan kumushdan, isiriqdonlardagi yiqilg'ulari ut hindi, tarlari mushk bo'ladi.
ularning jannatdagi erlarning har birining go'zalligidan pochoqlarning yeliki sirtidan ko'rinib turadigan ikkidan hurpari ayoli bo'ladi. Bu hadisda shu narsa aniqki, jannatda ayollar erlardan ko'prakdir. Jannat ayollarning soni erlarning sonining bir hassidak yoki uningdan ko'prakdir. Salih ayollarning jannatga kirgandagi ne'matlari shahlo ko'zlik hurlar ne'matidan katta bo'lganligi haqidagi bayonlar keyinchi so'zlanadi. Bu yerda zikr qilingan ayollarning jannat ahlining ko'pragi bo'lganligi haqidagi bayonlar bilan ey ayollar jamoasi, sadiq qilinglar. Chunki men sizlarning do'zax ahlining ko'pchilik ekanliklarini ko'rdim degan hadisni qanday tushunamiz? Dunyoda aslida ayollarning soni erlarning sonidan ko'prakdir. Hadisda qiyomat alomatlaridan biri 50 ayolga bir ega bo'lgan qadar erlarning ketib, ayollarning qilishidir deb kelgan. Hozirgi davrimizda ayollarning nisbati va qiz buvoqlarning tug'ilishi tez suratda eshiyotidir. Hattoki ba'zi davlatlarda erlarning nisbati tuvanlab, bir erning barobarida 5 ayol bo'ladigan holat shakllandi. Bu orqali ayollarning soni erlarning sonidan ko'p bo'ldi. Demak, qiyomat kuni dunyodagi erlarning yarmi jannatga kirib, ayollarning yarmi jannatga kirsa, yana ayollarning soni ortiq bo'ladi. Chunki dunyoda ayollarning soni ko'prakdir. Shuningdek, dunyodagi erlarning 4dan biri do'zaxga kirib, ayollarning 4dan biri do'zaxga kirsa, yana do'zaxda ayollarning soni ko'prak bo'ladi. Chunki dunyoda ayollar ko'prakdir. Buningga binoan do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardir degan hadisdan ayol zotini so'kkanlik yoki kamsitganlik va yoki ayollar erlarga qaraganda ko'p gunoh ma'siyat qiladi degan ma'no chiqmaydi. Tushunish. Kimki oyat hadislarga qaraydigan bo'lsa, ayollarning do'zax ahlining ko'pchiligi bo'lishdan burun jannat ahlining ko'pchiligi ekanligini ko'radi. Do'zax ahlining janjallashishi. Dunyodagi vaqtida haddidan oshgan va gunoh ishlarni qilgan do'zax ahli dunyoda bir safda turgan ulfatlashganlar bo'lsa-mu, lekin gunoh ma'siyat o'tkazishda o'zaro hamkorlashganlar edi. Undaqda qiyomat kuni ularning ahvoli qanday bo'ladi? Ularning do'stligi nada bo'ladi? Ular o'zaro janjallashamdi. Haddidan eshish, gunoh o'tkazish va boshqalarga dushmanlik qilishning ustiga qurilgan har qanday do'stlik qiyomat kuni adovat, mahrum bo'lish, hasrat chekish va ziyon tortishga aylanib ketadi. Ular dunyoda bir-birini yaxshi ko'rib, do'stlashib o'tgan bo'lsa-mu, qiyomat kuni bir-biriga dushman bo'ladi. Asiylarning oxiratda bir-biriga la'nat qilishadiganligi. Alloh taolo shu chog'dagi holatni sifatlab aytadi. Ondan qiyomat kuni ba'zanlar inkor qilsalar, ba'zanlar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashkuchilardan ado judo bo'ladi. Agashtirguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Ankibut surasi 25-oyat. Shundaq, ular oxiratda bir-biriga la'nat qilishadi. Agar bir asi gunohkor o'zi bilan tansiqanlarda va boshqa fisqi fujur joylarda birga bo'lgan bir do'stini ko'rsa, uning o'zini gunoh ma'siyatga qiziqtirganligini eslab, uningga la'nat qiladi va tillaydi. Uning do'stimi uningga o'xshash raddiya beradi. Yo'lboshchilar va sardorlar. İnsanlar xarakterlarining quvvatida va iqtidorlarida farqli bo'ladi. Ularning ichida boshqalarga yo'lboshchilik qila oladigan xarakteri kuchli insonlar bor. Ular agashtirguchilar, ya'ni boshqalarning ta'siriga uchraydigan, boshqalar qaysi tarafga boshlasa, shu tarafga mangadigan xarakteri ojiz insonlar bor. Ular agashguchilardir. Qiyomat kuni agashguchilar agashtirguchilarga la'nat o'qiydi va ma'lumot qiladi. Haq taolo aytadi. Ular, ya'ni xaloyiqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allohga muloqot bo'ladi. Ajizlari, ya'ni agashguchilari mutakabbirlarga, ya'ni agashtirguchilarga shubhasizki biz sizlarning agashguchilaringlar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azroq tabiy qila olamsizlar deydi. Ular Alloh bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz mayli noli faryod qilayli, mayli savr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deydi. İbrahim surasi 21-oyat. Yomonliklarning beshi, azg'unlikning ochquchi va askiliklarning yo'lboshchisi bo'lgan insonlar Alloh taolaning rahmatidan yiroq bo'lg'ay. Alloh taolo yana aytadi. U chaqda ular do'zaxda o'zaro munozirlashadi. Aciz agashguchilar hakavur agashtirguchilariga shubhasizki biz sizlarga agashgan edik. Bizdan do'zax azobidan bir qismini ilib tashlayamsizlar deydi. Hakavur agashtirguchilari shubhasizki biz hammamiz do'zaxdamiz. Alloh haqiqatan bandalarning orasida hukm chiqardi deydi. G'afir surasi 47-48-oyatlar.
Do'zaxda ularning yuzlari turilib ketadigan kunda ular kashki biz Allohga itoat qilgan bo'lsaqcho, payg'ambarga itoat qilgan bo'lsaqcho deydi. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan boshliqlarimizga, kattalarimizga itoat qildik. Ular bizni to'g'ri yo'ldan ozdirdi. Parvardigorimiz ularga azobni ikki hassi bergan va ularga qattiq la'nat qilgan deydi. Ahzab surasi 67-68 oyatlar. Mana bu azg'onliqning yo'lidir. Ular boshliqlarga va kattalarga itoat qildi. Boshliqlari va ularning diniga buzg'unchilik qilib zina qilishni chiroyli ko'rsatgan edi. Ular zina qildi. Boshqalarga zulm qilishni va boshqalarning haqlarini yeyishni chiroyli ko'rsatgan edi. Ular bu ishlarni qildi. Boshliqlari ularni ota-onalariga yaxshilik qilishdan, bolalarini yaxshi tarbiyalashdan, namoz o'qishdan va ro'za tutishdan yuz o'rtgan edi. Ular itoat qildi. Qiyomat kuni sirlar ochiladi. Perdeler yırtıp taşlanıdı. Əgəşkiçiler əgəştirgüçilerini tillaydı və bəddua qılıdı. Lekin puşayman və malamet kar qılmaydı. Nihayet. Allah'ın razılığı üçün bolmağan hər qandaq dostluq qiyamet günü düşmanlıkka aylanıdı. Doktor Muhammed El-Arifi, Saciye İslam Tədqiqat Mərkəzi.